Assalomu alaykum singilchalarim. Hadeb bir xil salat qovurishdan zerikdingizmi? Keling birgalikda karomdan sochnigina juda mazali salat tayyorlaymiz. Karomimizni uzun va yupqa qilib to'g'rab olamiz. Ozgina tuz va ozgina uksus qo'shib olamiz. Va qo'limiz bilan karomni yaxshilab aralashtirib olamiz. Ketidan bitta katta pomidorimizni olamizda, uni ham terkadan chiroyli qilib chiqarib olamiz. Pomidorimizni to'g'rab olsa ham bo'ladi, lekin terkadan chiqarib olsak, yana ham salatamiz sochnigina bo'lib chiqadi. Bodringlarimni ham olib, tozalab, salonka qilib to'g'rab oldim. Chesnogimni ham olib maydalab qo'shib oldim. Va xohlagan zelinimizni qo'shib olamiz. Men kashnich va ukroplarimni qo'shib oldim. Tabga ko'ra yana ozgina tuz qo'shib olamizda va salatimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Tabga ko'ra ozgina maydalangan qizil qalampir ham qo'shib olamiz. Salatim tayyor, sochnigina mazali salat bo'lib chiqdi. Ko'rinishi ham, ta'mi ham, rosa ham shirin mazali bo'ldi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring.